Assalomu alaykum. Sizlar bilan doktor Ilhomjon. Bugun hushdan ketishi, uning etiologiyasi, klinikasi hamda hushdan ketganda birinchi yordam ko'rsatish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hushdan ketishi bu o'tkir qon tomiri yetishmovchiligining eng yengil ko'rinishi hisoblanadi. Odatda insonlarda qornining haddan tashqari ochligini hisobiga, kuchli zo'riqish, stress, depressiya, qo'rquvni hisobiga. Bundan tashqari, odamlar gavjum bo'lgan joyga kirish, hamma eshik derazalari berk bo'lgan dim xonada o'tirish natijasida yuzaga kelishi mumkin. Klinikasida bemorlarning rangining oqarib ketishi, sovuq ter bosib, oyoq-qo'llarining bo'shashib ketishi, nafas olish sekinlashib, yurak urishi sekinlashib, hushini yo'qotishini ko'rishingiz mumkin. Hushdan ketganda birinchi yordam qanday ko'rsatiladi? Albatta, bu hayot uchun unchalik xavfli holat emas, ammo birinchi yordam ko'rsatish muhim hisoblanadi. Bemorlar toza havoga olib chiqiladi hamda qisib turgan kiyimlar yechiladi, havo kirishi ta'minlanadi. Bemorlarning yuziga sovuq suv sepish yoki ammiak hidlatish ularni tezda oyoqqa turishiga yordam beradi. Keltirib chiqarilgan sabablar bartaraf qilingandan so'ng bemor bemalol uyga ruxsat berilishi mumkin.